qisqa va lo'nda aniq javob berib o'tishga harakat qilaman. Birinchi savol. Abdulloh domlaning telefon raqamlarini qayerdan topsak bo'ladi? Javob: agar Abdulloh domlani telefon raqamini qidirayotgan bo'lsangiz, hech bir saytdan topa olmaysiz, chunki joylanmagan. Ikkinchi savol. Abdulloh domlaning masjidlari qayerda joylashgan yoki qanday borsak bo'ladi? Agar siz O'zbekistondan keladigan bo'lsangiz, Andijondagi Do'stlik chegarasi bu Abdulloh domlaning masjidiga eng yaqin chegaradir. Chegaradan o'tganingizdan keyin taxminan 200-250 metrlardan keyin taksilar qator turadi. Abdulloh domlaning masjidiga desangiz, olib borib qo'yishadi. Yoki Yandexdan Imom al-Buxoriy masjidiga desangiz, Abdulloh domlaning masjidiga olib borib qo'yishadi. Videomiz qisqa va manfaatli bo'lgan bo'lsa,